Uchxonaga Yunusobod 18-kvartalga kelganman. Nima chiyilyapti bir eshiklar ham allambaloq ekan. Xo'p, uchxona ikkinchi etaj narsalari bilan, remontlar bilan chiqqan. Bardakligiga qaramaysizlar, uyga bo'shatishyapti. Xullas mana bu zal, katta zal, balkon 2/6 yoni ham qo'shib yuborishgan. Remontli xullas. Ham yo'in mana detskiy tomon, mana bardakga qaramaysizlar, uyga bo'shatishayotgan ekan. O'shanga mana bu yog'imiz spalniy. Xo'p, bet o'zi общий 78 kvadrat. Mana hammom tualetlari ham katta, keng. Mana bitta ham shunday ko'rsatib bardak ekan. Xo'p, endi bu yog'imiz oshxona, balkon. Xo'sh, mana bu yog'ini ko'rsat, endi bu yoq oshxona, mana o'tiradigan joy, balkonga kuxnyalarni olib chiqishgan. Xullas shu stroynilar qo'yapti. Aytolmanu, ahamiyat bermaymiz. Xullas, uyimiz 78 kvadrat, ikkinchi etaj. Narxini 85 so'rashyapti. Kelishtiradigan joyi bor. Pastda egalarning nomerini qo'yib beraman, aloqaga chiqinglar, tamom.